Hozirda Telegram Messengerda zararli APK ilovalari keng tarqalmoqda. Bayramga taklifnoma, sening rasmlaring, sudga chaqiruv xati kabi qiziqarli mavzudagi kelgan APK ilovalari. Agar siz bu kabi zararli ilovani yuklab qo'yib, endi nima qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, unda bu videoni oxirigacha ko'ring va barcha yaqinlaringizga yuboring. Birinchi navbatda sizga Telegram Messengerdan kelgan har qanday APK fayllarni o'rnata ko'rmang, hattoki u tanishlaringiz yoki yaqinlaringizdan kelgan bo'lsa ham. Ikkinchidan, agar siz APK ilovasini o'rnatib qo'ygan bo'lsangiz, zudlik bilan internetni o'chiring yoki telefon qurilmasini parvoz rejimiga o'tkazing. Telefon sozlamalarga kiring, ilovalar bo'limiga o'ting va zararli faylni topib, uni o'chirib yuboring. Agar buni bajara olmasangiz, ikkinchi usuldan foydalaning. Buning uchun siz qurilmangizdagi Play Market ilovasiga kirib, qidiruv bo'limidan Sam Cyber 102 ilovasini topib, telefoningizga o'rnating. Shundan so'ng ilovaga kirib, asosiy oynaning pastki qismida joylashgan ilovalarni tekshirish tugmasini bosing. Qurilmangizdagi barcha mavjud ilovalar birma-bir tekshirilib chiqiladi va xavf soluvchi zararli ilovalar mavjud bo'lsa, sizga ko'rsatiladi. Shundan so'ng zararli, sizga noma'lum bo'lgan ilovalarni belgilab, barchasini o'chirib yuborishingiz zarur. Qarabsizki, APK fayllar endilikda sizga zarar yetkaza olmaydi. Yuqoridagilarni ham qila olmasangiz, unda qurilmadagi shaxsiy ma'lumot, kontakt, rasm, videolaringizni saqlab olib, qurilma sozlamalarini dastlabki holatga keltiring. Agar siz foydalanilmaydigan ilovalardan yoki sizning ishtirokingizsiz to'lov ilovalardan SMS xabarnomalar kelayotgan bo'lsa, zudlik bilan bank plastik kartangizni SMS xizmatini o'chiring. Agarda yuqoridagi tavsiyalarni birortasini mustaqil bajara olmasangiz, qurilmangizni axborot texnologiyalari sohasida bilimlarga ega bo'lgan mutaxassisga olib boring. Ushbu videoni yaqinlaringizga ham jo'natib qo'yishni unutmang.